Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Xush kelibsiz domla. Va alaykum assalom. Qurbonlik qilish kimlarga vojib? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum. Qurbonlik qilish mo'min insonga boy bo'lsa, balog'atga yetgan bo'lsa va musofir bo'lmasa, ya'ni muqim bo'lsa, mana shunday insonlarga vojib bo'ladi. Faqat bu yerda muammo bo'ladi. Erkak va ayolni farqi yo'q. Boylikni o'lchovida qanday o'lchaymiz degan savolga javob berishimiz kerak. Ya'ni uni haqiqiy ehtiyojlaridan tashqari moli nisobga yetgan bo'lsa, nisob miqdoriga, ya'ni 85 gram tilloning qiymati miqdoriga yetgan bo'lsa va u zakotdagi kabi emas, ya'ni bir yil aylanish shart emas, qurbonlik qilishi vojib bo'ladi. Bu yerda haqiqiy ehtiyojlardan tashqari deganimiz, masalan, insonning ehtiyoji bitta ulov bilan qoniqiladi, ya'ni bitta ulov bilan insonning ehtiyoji qondiriladi. Xuddi shuningdek bitta uy bo'lsa, shuningdek ishga, uyga kiyadigan 2 marta almashtirib kiyadigan 2 qavat kiyimi bo'ladigan bo'lsa, mana shundan ortiq barcha narsalari uni haqiqiy ehtiyojdan tashqari mollar hisoblanadi va bularni qiymati bozor miqdorida qiymatlanganda yuqoridagi aytilgan nisobga yetadigan bo'lsa, qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Qurbonlik qilishni vojib qiladigan boylikning miqdori qanday hisoblanadi? Qurbonlik vojib bo'lishi uchun yuqorida aytganimizdek insonning haqiqiy hojatidan tashqari nisobga yetgan moli bo'lishi kerak. Bu nisob miqdori 85 gram tilloning miqdori. Hozirgi kunda buni biz o'sha muomalada bo'lib turgan tillolarni, ya'ni taqinchoq sifatida emas, balki uni xomashyo sifatida lom deb aytib qo'yamiz. O'sha narxdagi qiymatining miqdoriga teng bo'lishi kerak. U taxminan 40 million atrofida bo'ladi. Bu zakot nisobi ham bir xil miqdorda bo'ladi. Faqat zakot nisobidan farqi bu yerda insonning ehtiyojidan ortiq narsa deganda haqiqiy ehtiyojdan ortiq narsa bo'lishi kerak. Ya'ni uni ishlatadigan narsa bo'lsa ham, lekin bittasi bilan kifoyalanadigan narsa bo'lsa, masalan, avtomobil bo'lsa, 2 ta avtomobil bo'lsa, bittasi ehtiyoj uchun ishlatilgan bo'ladi va ikkinchisi haqiqiy ehtiyojdan tashqari, u qo'shimcha ehtiyoj uchun bo'ladi. Zakot uchun yuqoridagi 2 ta avtomobil ikkalasi ham hisoblanmasa-da, nisobga qo'shilmasa-da, lekin fitr sadaqasi vojib bo'lishi uchun, xususan qurbonlik vojib bo'lishi uchun 2 ta avtomobildan bittasi nisobga hisoblanadi. Undan tashqari, masalan, insonning 2 ta uyi bo'ladigan bo'lsa, uy joyi bo'ladigan bo'lsa, bunda ham bittasi bilan u kifoyalanishi mumkin bo'lgani uchun ikkinchisi nisobdan ortiqcha deyiladi va uning qiymati yuqoridagi 40 milliondan oshadigan bo'lsa, bunda qurbonlik vojib bo'lib qoladi. Masalan, qishloq joylarda bir odamni joyi bo'lishi mumkin, uy joyi bo'lishi mumkin, undan tashqari olib qo'ygan yer, mulki bo'lishi mumkin. Bular ham ortiqcha bo'lgani uchun nisobga qo'shiladi. Kiyimlarni ham ortiqchasi, ya'ni odatda kiyadigandan ortiqchasi, kitoblar bo'ladigan bo'lsa, o'zining mutaxassisligiga doir kitoblar uni haqiqiy ehtiyoji hisoblanadi. Mutaxassisligidan tashqaridagi kitoblar bo'ladigan bo'lsa, uni ham qiymati qo'shiladi. Idish-tovoqlarni ham bir marta mehmonni kutib olish uchun yetadigan va o'zi doim ishlatadigan idish-tovoqlardan tashqari ortiqcha turganlar bo'ladigan bo'lsa, bular ham nisobga qo'shilishi kerak hatto. Faqat bu yerda o'sha ishlatilgan idish, ishlatilgan kiyilgan kiyimlar bozor narxida hisoblangani uchun u juda ham arzon hisoblanadi, chunki uni bozorga solib xaridor qidiradigan bo'lsa juda arzon baholanadi. Mana shu tomonni ham e'tiborga olish kerak bo'ladi. Mana shu narsalarning umumiy qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, bundan tashqari tijorat mollari, pullari, bular o'z-o'zidan qo'shiladi. Ya'ni zakotga qo'shiladigan narsalar va yuqoridagi aytib o'tganimiz ehtiyojdan ortiqcha narsalar hammasi qo'shilganda nisobga yetadigan bo'lsa, unda qurbonlik vojib bo'ladi. Ya'ni qurbonlikning vojib bo'lish ehtimoli zakotnikidan ko'ra ancha yuqori bo'ladi degan ma'noda. Butun bir oiladan birgina qo'y kifoya qiladimi? Ya'ni birgina qo'yni so'yish kifoya qiladimi? Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, qurbonlik balog'atga yetgan, boy bo'lgan insonning o'ziga vojib bo'ladi. Shuning uchun ham oilada nechta odam nisob miqdoricha mablag'i mulki bo'ladigan bo'lsa, hammasi o'zi uchun alohida qurbonlik qilishi vojib bo'ladi. U ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi yoki bitta qozon ustida jamlangan oila, aka-ukalar, ota, farzandlar bo'ladimi, buni ahamiyati yo'q. Ular hammasi uchun alohida qurbonlik qilish kerak yoki birgalikda bitta masalan mol yoki tuyaga o'xshagan
katta jonivorlarni olib 7 kishigacha sherik bo'lib qurbonlik qilishlari ham mumkin bo'ladi. Bir kishi ruxsatsiz xotini yoki katta o'g'li nomidan qurbonlik so'yishi joizmi? Qurbonlik ibodat bo'lgani uchun ibodatlarning asl mohiyati insonni imtihon qilish, qalbini imtihon qilish, nafsiga qarshi bir ishni amalga oshirish bo'lgani uchun aslida qo'liga o'sha yetadigan mablag'ni tutqazib, mana bunga qurbonlik qil xohlasang deb bersa, o'sha odam o'zini mulkiga aylangandan keyin endi nafsiga qarshi chiqib o'sha mablag'dan voz kechib xudo uchun bir jonliq olib so'yishi eng to'g'ri yo'l bo'ladi aslida. Lekin ulamolarimiz yana o'sha insonlarga yengillik bo'lsin uchun agar ayolini nomidan yoki otasini, onasini nomidan, farzandini nomidan balog'atga yetgan bo'lsa, qurbonlik qiladigan bo'lsa, taqdiran u rozi bo'lardi agar so'raganda, buyurgan bo'lardi degan narsani taqdir qilib joiz deyishadi. Ya'ni joiz. Savolga javob berish uchun biz joiz degan javobni berishimiz mumkin, lekin afzal ko'rinishi haliga aytgan narsa bo'ladi. Ona bo'ladimi, qo'liga shu qo'yga yetadigan miqdorda pulni berib, bu pul sizniki bo'ldi. Xohlasangiz, qurbonlik qilishni istasangiz, pulni menga bersangiz, men shunga bir jonivor olib siz nomingizdan qurbonlik qilaman deb aytsa afzal bo'ladi inshaalloh. Beparvolik qilib qurbonlik qilmagan kishi nima qiladi? Beparvolik qilib qurbonlik qilmagan kishi agar qurbonlik vojib bo'lgan insonlardan bo'lsa, qurbonlik kunlari o'tgandan keyin o'rtacha bitta qo'yni eng kamida qiymatini kambag'alga, faqirga sadaqa qilish vojib bo'ladi. Vojib amal, zimmasida qolib ketmasligi uchun bajarish kerak bo'ladi. Agar kambag'al odam bo'lgan bo'lsa, u qurbonlik qilish o'zi vojib emas edi, unga keyin ham hech narsa vojib bo'lmaydi. O'tganlarning nomidan qurbonlik qilinadimi? O'tganlarning nomidan qurbonlik qilish mashru emas. Ya'ni mashru emas degani aynan qurbonlik bo'lib voqea bo'lishi mashhur emas. Bitta holatni ulamolar kitoblarda zikr qilishgan. Agar bir mol yoki tuya ustida bir necha odam sherik bo'lgan bo'lsa, endi qurbonlik kuni kelgandan keyin haligi odam qurbonlik qilishdan oldin vafot etib qolsa, sheriklardan biri. Shunda merosxo'rlar kelib, mayli vafot etgan otamizni nomidan qurbonlikni davom ettirib qilaveringlar desa, o'tadi inshaalloh deyishgan. Lekin o'zi avval boshdan otam o'tgan edi, o'sha kishining nomidan qurbonlik desa, bu aynan qurbonlik bo'lib voqea bo'lmaydi. Ya'ni vafot etgan insonning zimmasiga vojib bo'lmaydi hech narsa. Chunki vojib bo'lish zimmasi unda yo'q bo'ladi vafot etgandan keyin. Hisob kitoblar hammasi yopilgan bo'ladi. Illo o'zining molidan farzand bitta jonliq olib qurbonlik kunida so'yib o'sha otasining nomidan xayr ehson qiladigan bo'lsa, jonliqni so'yganli savobi va sadaqalarning savobi inshaalloh yetadi. Erkak yoki urg'ochi hayvonlardan qaysi birini qurbonlik qilish afzal? Erkak urg'ochini ahamiyati yo'q, joiz bo'laveradi. Erkak va urg'ochilik bu zakotda shart qilingan, zakotda tuyada shart qilingan. Shuning uchun inshaalloh odam ko'rganda go'zal bo'lib, hamma havas qiladigan, yaxshi chiroyli, semiz jonivorni qurbonlik qilsa bo'laveradi. Urg'ochimi, nima farqi yo'q. Qurbon hayiti kuni qurbonlik qilishdan avval biror narsa yemay turishning diniy asosi bormi? Ha, buni diniy asosi bor. Fitr kunida Nabiy alayhisolatu vassalom xurmo yeb, og'zini ochib, ya'ni o'sha kuni ro'zador emasliklarini bildirib chiqardilar hayitga. Aynan qurbonlikda esa oldin chiqib, hayit namozini o'qib, qaytib kelib, o'zi so'ygan jonivorlarni go'shtlaridan birinchi bo'lib iste'mol qilardilar. Bu hadisga, sunnatga muvofiq bo'lgani uchun inshaalloh savob bo'ladi shunday qilsa. Qurbonlik qilishni niyat qilgan kishi tirnoq va sochlarini olmasligi kerakmi? Bu masala har yili bir ko'tariladi, juda ham ajoyib masala. Nabiy alayhisolatu vassalomdan rivoyat qilingan hadis sharifda kimki qurbonlik qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, tirnoqlari va sochlaridan tiyilsin degan hadis shariflari bor. Ayni ushbu hadis sharifni boshqa mazhab ulamolari, ya'ni qurbonlik vojib emas, sunnat degan ulamolar mana Nabiy alayhisolatu vassalom qurbonlik qilishni xohlagan odam deyaptilar. Demak, xohlagan qiladi, xohlamagan qilmas ekan deb dalil qilishgan va mana shu hadisda kelgan ochiq-oydin. Qadim ulamolar ham, mutaqaddim ulamolar ham bu masalada ixtilof qilgan. Xususan bizni Hanafiy mazhabida Abu Hanifa rahmatullohi alayhi sarohatan so'zlar bor, ya'ni qurbonlik qilmoqchi bo'lgan inson qurbonligini so'ygunicha sochlari va tirnoqlarini olishi makruh emas
umuman zarari yo'q deganlar. Bunga dalil qilib Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifni keltirganlar. Oysha onamiz aytadilar, Nabiy alayhisolatu vassalom haj qilmoqchi bo'lgan yillarda hadiylarni jo'natardilar va o'zlari esa halol holda qolardilar. Ya'ni inson ihromga kirmagan inson uchun nimalar halol bo'lsa, hamma ishlarni qilardilar. Xususan o'sha ayollar bilan bo'ladigan soch tirnoqlarni olish va hokazo ishlarni barchasini qilaverardilar deydilar. Ushbu hadis sharifni qayeri dalil desa, Nabiy alayhisolatu vassalom bu yerda hadiy so'yishni, ya'ni Makkaga borib hayit kuni jonliq so'yishni oldindan tayin qilib qo'ydilar. Chunki jonivorlarni yubordilar taqlid qilib, o'shanga tayin qilib. Ya'ni qurbonlikdan, muqim odam so'yadigan qurbonlikdan anchagina yuqori darajada turadigan jonliqni so'yadigan bo'la turib, bu narsalarni qilaverishlari qurbonlikni so'ymoqchi bo'lgan odamni qilishi joizligiga batariqa dalolat qiladi deydilar. Undan tashqari bu hadisni yana bizi ulamolarimiz javob berishlariga asosiy dalil bu mashhur amal, ya'ni shoyi bo'ladigan balvoyi omma deyiladi. Hamma qurbonlik qilgan, sahobiylardan ham, tobiinlardan ham hamma qurbonlik qilgan. Lekin bu paytda soch va tirnoqdan tiyilish Nabiy alayhisolatu vassalom zamonlarida ham, u kishidan keyingi zamonlarda ham mashhur bo'lmagan. Ya'ni biror bir ulamolarimiz aytadiki, Nabiy alayhisolatu vassalom ahllarini qurbonlikka buyurdilar, sahobalarni buyurdilar, lekin birortasini soch va tirnog'ingdan tiyilgin deb aytmadilar dedilar. Agar bu vojib yoki bir afzal amal bo'lganda Nabiy alayhisolatu vassalom buni bayon qilishdan qolmasdilar deydilar va yuqoridagi hadis sharifni aytadilar, bu munqati hadis deydilar. Shunday qilib javob beradilar. Ya'ni ikkala tomonning ham o'ziga yarasha dalillar bor. Bizni Hanafiy mazhabimiz ixtiyor qilgan qavlga ko'ra, demak, o'sha kuni qurbonlik qilmoqchi bo'ladigan kunlarda soch va tirnoqlarni olishining umuman zarari yo'q inshaalloh. Vakillik yo'li bilan qurbonlik qilsa bo'ladimi? Vakillik yo'li bilan qurbonlik qilish joiz, afzali o'zi qilish. Ya'ni o'zi Nabiy alayhisolatu vassalom qodir bo'lsa o'zi so'ysin dedilar. Agar bo'lmasam o'sha joyda hozir bo'lishini tavsiya qilganlar. Shuning uchun o'sha joyda turib Allohni qabul qilishi borasida duolarni qilib turish afzal, lekin vakillik bilan joiz, muammosiz ya'ni. Qurbonlikning vaqti haqida to'xtalib o'tsangiz. Qurbonlik shahar joylarda, ya'ni Eid namozi o'qiladigan qishloq bo'ladimi, joylarda, shahar bo'ladimi, farqi yo'q. Eid namozi o'qiladigan hududlarda namoz o'qilgandan keyin jonliq so'yiladi. Namoz o'qilgandan keyin jonliq so'yiladi. Ya'ni bu degani sal shoshilmay turish kerak. Eid kuni 10-Zulhijja kuni, demak, bomdoddan keyin, quyosh chiqqandan keyin 15 minut, 20 minutdan keyin namoz boshlanadigan bo'lsa, o'sha namozdan keyin so'yish kerak bo'ladi. Agar undan oldin so'yib qo'yadigan bo'lsa, quyosh chiqdi-yu deb, namoz o'qishdan oldin so'yib qo'yadigan bo'lsa, oddiy go'sht bo'ladi, boshqatdan so'yish kerak bo'ladi. Endi qishloq joylar bor. Qishloq deganda hozir bizni holatimizdagi qishloqni tushunmaslik kerak. Tog' toshlarda yakka odamlar yashaydigan yoki juda ham kamchilik yashaydigan va u yerda odatda Eid namozi o'qilmaydigan joylarda tongdan so'ysa bo'ladi inshaalloh. Chunki u yerda namoz o'qilmaydi. Asli namozdan keyin bo'lish kerak. Fuqaholar shunday deydilar. Keyin uni oxirgi kuni, 3-kuni quyosh botishidan oldin so'yishga ulgurib qolsa, o'sha qurbonlik o'rniga o'tadi. Quyosh botgandan keyin endi uni agar sotib olgan bo'lsa, o'zini sadaqa qilishi yoki qiymatini sadaqa qilish vojib bo'ladi, yo'q bo'lsa. Vallohu alam. Qurbonlik qilish mumkin bo'lgan kunlardan qaysi birida qurbonlik qilish afzal? Ulamolar fiqh kitoblarida hammasi yakdillik bilan birinchi kun afzal deyishgan, lekin bu degani ikkinchi, uchinchi kuni bo'lmas ekan degan so'zni olmaslik kerak. Sharoitga qarab, qulaylikka qarab, hali aytganday 3 kun ichida so'ysa joiz. Chunki bizda haligi xalqimizda savobga juda ham ishtiyoqmandlik bor-da, birinchi kun afzal ekan deb hamma o'chirib yoki o'sha kunigina amalga oshiradi, ikkinchi, uchinchi kun jim bo'lib qoladi. Unaqa bo'lish kerak emas. Mo'tadil bo'lib, hamma navbat bilan birinchi, ikkinchi, uchinchi kunlar so'ysa inshaalloh hech qanaqa zarari yo'q. Musofir kishiga qurbonlik qilish vojib bo'ladimi? Musofir odam yuqoridagi moli nisobga yetgan darajada boy odam bo'lsa ham qurbonlik vojib bo'lmaydi. Qurbonlik vojib bo'lmaydi. Faqat endi bu yerdagi musofirdan murod biror bir yurtga borib 15 kundan ortiq muqim bo'lib yashaydigan bo'lsa ham qurbonlik vojib bo'lib qoladi. Albatta o'zining vatanida bo'lishi shart emas. Muqimlik topilsa qurbonlik vojib bo'ladi. Qassobga qurbonlik go'shtidan yoki terisini ish haqi qilib berish joizmi?
Qurbonlik uchun so'yilgan jonliqni hamma juzlarini Allohga atagan bo'ladi inson. Hamma juzlarini. Hattoki ulamolarimiz sog'iladigan sigir bo'lsa, uni sutini sog'may tursin deydi. Qurbonlikka atagan bo'lsa, o'shani atalgan jonivorni hattoki junini olmasin, sutini sog'masin deydi. Mabodo sutini sog'ib ichib qo'ysa, uni qiymatini sadaqa qilsin deydi. Xuddi shuningdek so'yilgandan keyin undan chiqadigan hamma juzlarini ham Allohga atagan bo'ladi. Faqat bu sadaqani boshqa farz sadaqalardan farqi, sadaqa qiluvchining o'zi ham iste'mol qilishi mumkin. Faqat unga go'shidan iste'mol qilishi, terisini ishlatishiga ruxsat beriladi. Biror bir evaz uchun ishlatishga, evaz qilib biror bir narsani evaziga bay qilib, savdo qilib berish umuman mumkin emas. Xususan, qassobni ham u ijaraga yonlagan hisoblanadi. Unga beriladigan narsa ijara haqqi hisoblanadi. Ya'ni zimmasidagi vojibni, haqni ado qilish bo'ladi. Buni esa Allohning haqqiga atagan narsadan berishga haqqi yo'q. U teri bo'ladimi, go'sht bo'ladimi farqi yo'q. Lekin oldindan pulga kelishib, o'sha pulni bergandan keyin qassobga, unga ham haligi bir nasiba sifatida qolgan kambag'allarga yoki qo'ni-qo'shnilarga bergan qator bersa, uni ham zarari yo'q inshaalloh. Qurbonlik so'yishda bismillahi Allohu akbar demasdan bismillahni o'zini desa ham o'tadimi? Bismillahi Allohu akbar deyish endi bu kitoblarda zikr qilingan zikr, ya'ni so'yish paytida aytiladigan zikr, lekin bismillahni aytish ham u halolligi uchun kifoya qiladi inshaalloh. Qurbonlik uchun sotib olingan hayvonga keyinchalik boshqalar sherik bo'la oladimi? Bo'lishi mumkin, faqat bu sigir yoki tuya bo'lishi kerak. Bitta tuya yoki bitta sigirning ustida 7 ta odam sherik bo'lishi kerak eng kamida va o'sha 7 ta odamdan birortasining ulushi 7 dan 1 dan kam bo'lmasligi kerak. Agar bir inson o'zi uchun qurbonlikni sotib olgandan keyin boshqalarni sherik qilmoqchi bo'lsa, qurbonlik qilishdan oldin, bu bizni kitoblarda joiz sanalgan. U o'ziga yana 6 kishini qo'shishi mumkin. Faqat ulushlari 7 dan 1 dan kam bo'lmasligi kerak. Va bu bay yo'li bilan bo'ladi, joiz bo'ladi. Endi bu yerda fiqhiy, usuliy masalalar bor, uni aytish qanchalik to'g'ri. Ya'ni bir inson bir sigirni sotib olgan paytda go'yoki 7 ta qo'yni sotib olgandek bo'ladi deydi ulamolar. Bir kishini sherik qilib 7 dan 1 ulushga sherik qilsa, o'sha qo'ylardan birini sotgan bo'ladi. Shunga o'xshagan holatda, ya'ni sherikchilik paydo bo'ladi. Ya'ni bu degani jonliqni sotib olib turib, qurbonlikka atab qo'ydi, endi atalgan narsani bir bo'lagini sotib oldi hisoblanmaydi. Ulamolarimiz joiz deyishgan inshaalloh. Qurbonlik go'shtidan boylarga ham bersa bo'ladimi? Qurbonlik go'shti farz sadaqa bo'lmagani uchun, ya'ni biz qurbonlikda o'zi qon oqizish ibodatida qurbonlik. Joni chiqquncha shu bo'ynidan so'yib, joni chiqqandan keyin ibodat ado bo'lib tugagan bo'ladi. Uning go'shtini berish endi nafl ibodat. Ya'ni o'z ixtiyoridagi ibodat. Hammasini ham o'zi yeyishi mumkin hattoki. Faqat sotmaslik kerak xolos. Shuning uchun ham nafl sadaqalarni boylarga berish joiz, chunki nafl sadaqalar hadiya ma'nosida bo'ladi. Shuning uchun ham g'ayridinlarga ham hattoki berish mumkin, boylarga ham berish mumkin, bunda zarar yo'q. Va qadri imkon muhtojlarga va ko'ngli yorishadigan, ko'ngli yaqin bo'lgan insonlarga berishi afzal bo'ladi inshaalloh. Hayvon sotib olingandan so'ng kasal bo'lib qolsa, uni qurbonlik qilsa bo'ladimi? Bu ham nozik masala ekan. Agar kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, u odam kambag'al bo'lib, sotib olayotganda qurbonlik uchun tayin qilib sotib olgan bo'lsa, o'zini so'yishda zarar yo'q. Nimaga desa, chunki ulamolarimiz aytadi, kambag'al odamni o'zini zimmasiga qurbonlik vojib emas edi. U bir qo'yni, jonivorni qurbonlik uchun atab sotib olgan paytda o'shaning o'zi vojib bo'lib qoladi deydilar va u o'shani o'zini so'yadigan bo'lsa, bu nuqsonli ish qilgan hisoblanmaydi. Lekin boy odam sotib olgan bo'lsa, keyin u qurbonlikka yaramaydigan darajada kasal bo'lib yoki jarohatlanib qoladigan bo'lsa, o'rniga yaxshisini olib so'yish kerak bo'ladi. Chunki boyni zimmasiga vojib bo'ladi qurbonlik qilish. Zimmasiga vojib bo'ladi. Ya'ni nazr bilan vojib bo'lmaydi. Shariat tomonidan o'zi ayni vojib bo'lgan bo'ladi. Shu e'tibordan yaroqlisini olib so'yish kerak bo'ladi. Faqat bu yerda kasallik ham yaramay qoladigan daraja kasal bo'lsa. Agar yaraydigan bo'lsa, unda joiz. Qurbonlik go'shtidan o'zga din vakillariga ham berish mumkinmi? Yuqorida aytganimizdek, qurbonlik go'shtini sadaqa qilish bu nafl sadaqa hisoblanadi. O'zga din vakillariga ham berish joiz. Ularni qalbini, ko'nglini ulfat qilish, qo'shnichilik haqqini ado qilish va hokazo shunaqa ma'nolari bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga atab qurbonlik uchun qo'y so'yish mumkinmi?
Bu oxirgi paytlarda ko'p ko'tarilayotgan masala bo'lyapti. Bu biz bilganimizcha, endi bizni bilishimizcha bu salaflarda, oldingi ulamolarimizda mashhur bo'lmagan amal. Bu narsani paydo qilib, ko'paytirib urchitish kerak emas. Nabiy alayhisolatu vassalomga salovatlar aytiladi. Endi mabodo bir odam qiladigan bo'lsa, buning zarari yo'q inshaalloh. Bu ham ibodat, ya'ni uni savobini bag'ishlash bo'ladi. Xuddiki duo qilishga, salovat aytishga o'xshaydi inshaalloh. Aqiqa va hayitning qurbonligini bitta qilsa bo'ladimi? Agar bitta jonliq so'yib aqiqa va qurbonlik deb aytadigan bo'lsa, unda biri vojib, ikkinchisi mustahab amalda. Agar boy odam bo'lsa, bu aytilayotgan odam qurbonlik zimmasiga vojib bo'lganlardan bo'lsa, unda qurbonlikdan o'tadi va aqiqadan o'tmaydi. Chunki tadohul deydi buni, bir-birini ichiga kiritish. Bu ikkalasidan ham alohida maqsud qilingan narsa va mahal tayin bo'lib qoladi ikkalasi uchun ham. Ya'ni jonliq ikkalasi uchun ham alohida tayin qilinadigan ibodatlardan. Shuning uchun ham ikkalasini bir-biriga kirishtirib bo'lmaydi. Buni haligi masjidga kirganda tahiyatul masjidga o'xshatib bo'lmaydi. Masalan, peshin vaqtida kirib, peshin namozini 4 rakatini o'qishda tahiyatul masjidni qo'shib niyat qilsa, 4 rakat bilan ikkalasi ado bo'lib ketadi. Lekin bunda unday bo'lmaydi. Ikkalasini qo'shib niyat qilganda hukmi yuqorisi bo'lgani o'tadi, ikkinchisi o'tmaydi. Ya'ni vojib bo'lgan qurbonlikdan o'tadi, aqiqadan o'tmaydi. Shuning uchun agar alohida qilgani afzal bo'ladi inshaalloh. Tuya va sigirga bir kishi qurbonlik, yana biri nazr, yana biri aqiqa, yana biri nafl niyatida qo'shilsa bo'ladimi? Bu yerda bo'ladi, lekin afzali o'sha kundagi so'yiladigan jonliqlarning eng savobi ko'pi bu qurbonlik degani bo'ladi. Qurbonligi afzal bo'ladi. Inson masalan o'zini o'lchovi bilan o'lchaydi-da, shariatni o'lchoviga yurgan ma'qul bo'ladi. Ya'ni shariat qurbonlikni eng afzal amal deydimi, o'shani qilgan ma'qul. Chunki nafl ham qilyapti, undan ko'ra o'sha o'zini zimmasiga vojib bo'lmasa ham qurbonlik deb niyat qilsin. Lekin mabodo shunday bo'lsa ham, yuqoridagi niyatlar bilan qo'shiladigan bo'lsa, inshaalloh joiz bo'ladi. U yerda faqat ibodat bo'lmaydigan holatlarda birontasi qo'shilib qoladigan bo'lsa, unda qurbonlikdan qolganlarniki ham o'tmay qoladi. Shuning uchun ham ibodat niyatida bo'lsa, unda joiz bo'ladi. Hattoki ulamolarimiz aqiqani ham asli shariatda bor narsa bo'lgani uchun inshaalloh aqiqa bilan qo'shilsa ham joiz deyishgan. Hayvon so'yganda uni og'iz bilan puflab shishirish joizmi? Umuman olganda shu hayvon so'yishdagi odoblar haqida to'xtalib o'tsangiz. Jonliqni so'yganda puflash, endi biz ota-bobolarimizdan qo'yda bu narsa urfga kirgan, adashmasam tuyada yo'q bo'lsa kerak, sigirda ham Alloh alam biz ko'rmaganmiz. Endi qo'yga kelib taqaladi masala. Buni endi oxirgi paytlarda bu masala ham ko'p urchidi. Juda ham e'tibor asli bermaydigan masala. Chunki uni makruh deb kimdir aytsa ham bu karohat tanzihiy bo'lishdan nariga o'tmaydi. Chunki mo'minning su'ri, og'zidan chiqqan su'ri u halol. Og'iz tegsa ham, tupugi tegsa ham hattoki hech qanaqa najosatga aloqador narsa bo'lmaydi. Faqat endi bu yerda ba'zi ulamolar aytgan bo'lishi mumkin. Buni dalilni ham ko'rmadik biz kitoblarda. Nabiy alayhisolatu vassalom ovqatga puflashdan qaytardilar. Bu ham karohat tanzihiy narsa. Shu e'tibordan bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu oldingi zamonlarda nasos degan, shunga o'xshagan narsalar tasavvur qilinmagan. Buni boshqa chorasi bo'lmagan va ulamolarimiz tarix davomida birorta bir joyda buni tanqid qilib yoki qaytarmagan xalqni. Bundan ko'rinadiki, buni zarari yo'q inshaalloh. Xo'p, qurbonlik qilinadigan hayvon necha yosh bo'lishi kerak? Bu endi hozir eng ko'p tarqalgan ma'lumotlardan qo'y bo'ladigan bo'lsa, agar 6 oyga to'lgan bo'lsa, bunda 1 yoshlik qo'ylar bilan teng bo'lish kerak. Ya'ni yaxshi o'sgan, go'sht kirgan bo'lish kerak, pichoqqa yaraydigan. Agar unday bo'lmasa, qo'y, echkilardan 1 yoshga to'lgani, sigirlardan 2 yoshga to'lgani, tuyadan 5 yoshga to'lgani qurbonlikka yaraydi inshaalloh. Qurbonlikka yig'ilgan pulni ehson qilish afzalmi? Qurbonlik uchun yig'ilgan pulni bu endi kambag'al odam haqida bo'lsa kerak. Chunki boy odamga shundoq ham o'zi vojib, uni ehson qilsa ham barib boshqa so'yish kerak bo'ladi o'rniga. Kambag'al odam agar qurbonlikka deb pul yiqqan bo'lsa, baribir uni sadaqa qilib yubormoqchi bo'ladigan bo'lsa, jonliq olib so'yish afzal bo'ladi. Chunki o'sha kunning ibodati, o'sha Eid kunlarining ibodati qurbonlik qilish, jonliq so'yish ibodatida. Bu islom shiorlaridan. O'sha islom shiorlarini ulug'lash ma'nosi ham bor bu yerda. Shu e'tibordan jonliq olib so'yish afzal bo'ladi inshaalloh. Haj ibodatini ado qilayotganda qurbonlik qilinadi. U o'sha kishi boy odamni qurbonligini soqit qiladimi?
Yaxshi savol. Ko'pchilik mana shu joyda chalkashtiradi, adashadi. U hajda so'yiladigan jonliq u tamattu yoki qironning jonlig'i. Ya'ni tamattu degani bir marta safar bilan borib, umra qilib, umra ihromidan chiqib, haj kunlarini kutib, keyin hajga ihromga kirib, hajni ado qiladi. Va hajni ado qilib bo'lgandan keyin jonliq so'yadi. O'sha so'ygan jonlig'i umra qilib olganiga shukrona. Ya'ni bitta safar bilan ikkita ibodatni qilganiga shukrona. Aslida nima qilish kerak edi? Bitta safarga chiqqanda faqat hajni ihromiga kirib, hajni ado qilishi yoki haj oylaridan boshqa paytda bitta safarga chiqib, bitta umra qilish kerak edi, shariatni ko'rsatmasiga ko'ra. Unga shariat ruxsat berdi. Uzoq yurtlardan keladiganlarga, miqotdan tashqaridagilarga endi u safar qilish oson ish bo'lmagani uchun mayli bir marta umra qilsin avval, keyin hajni ham qilsin. Va lekin buni shukronasiga jonliq so'ysin degan. Bu go'yoki jarima jonligiga o'xshaydi. Bir ma'noda shukrona. Va qironda ham shunday. Ya'ni birinchi umra bilan hajga qo'shib ihromga kiradi va umra hajni qilib bo'lgandan keyin jonliq so'yadi. Bu jonliq hajniki. Qurbonlik bu boshqa narsa. U boylikdan so'yiladigan jonliq bo'lib, u alohida boshqa. Agar u hajga yoki umraga borgan odam o'sha joyda muqim bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha kuni hajga borgan odam muqim bo'lib qoladigan bo'lsa, unga ham tamattu va qironni jonlig'ini so'yish vojib bo'ladi, bitta jonliq, va qurbonlik ham vojib bo'ladi. Endi qurbonlikni bizda odatda telefon qilib o'zini yurtiga, o'zini qishlog'iga aytib, aka-ukalarga aytib so'ydiryapti, toki o'sha joydagi muhtojlarga yetsin deb. Lekin u yoqda so'ysa ham joiz bo'ladi inshaalloh. Domla, qurbonlik qilishga maxsus bir duo bormi? O'zi maxsus duo yo'q, ya'ni o'zi bismillah Allohu akbar deb so'yiladi, lekin kitoblarimizda yuqorida haligi oyat karimani o'qib tursa afzal bo'ladi deyshadi. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Innani solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika lah va bizalika umirtu va ana avvalul muslimin degan oyat karimani agar qarab bo'lsa ham o'qib tursa, lekin o'qimasa ham yodlamagan bo'lsa uni zarari yo'q inshaalloh. Masalan, yana aytish mumkin, hada minka va ilayka deb duo qilish ham mumkin. Har xil duolar keladi kitoblarda endi. O'zbekcha duo qilib tursa ham bo'ladi. Ya'ni ey Alloh, sen uchun shu qurbonlikni qildim, o'zing qabul qilgin, beriyo deb duo qilsa ham bo'ladi inshaalloh. Domla, qurbonlik qilayotganda, qurbonlik qiluvchi o'zi so'ygan afzalmi yoki qassob so'ysa ham bir qanaqadir odoblari bormi? Shular haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Yo'q, bu yerda aynan alohida uni odoblari yo'q. Ya'ni jonliq so'yishning hamma shartlari bu yerda ham shart. Ya'ni qiblaga qaratib va uni 4 ta tomirdan hammasini uzish kerak. Hammasini kesmasa eng kamida 3 tasi kesilgan bo'lishi kerak, joiz bo'lishi uchun. Va iloji boricha pichoqni o'tkir qilib, jonivorni qiynamasdan, uni ko'ziga pichoqni ko'rsatmasdan va so'yib bo'lgandan keyin bitta oyog'ini qo'yib yuborib bo'lsa ham uni qimirlashga imkon berish kerak. Va hokazo shunaqa nimalar bor, alohida nimalar yo'q boshqa, ya'ni qurbonlikka xos bo'lgan. Lekin o'zi so'ysa afzal ekan deb hayotda bir marta ham jonliq so'yib ko'rmagan odam so'yaman desa, u qiynab qo'yadi hayvonni. O'shaning uchun agar so'yib yuradigan odam bo'lsa, odatda so'yib yurgan bo'lsa, so'ysin. Bo'lmasam men o'zim so'yishim kerak ekan deb qo'rqmayman deb qo'rqmasligini o'zi kifoya qilmaydi. Bu yerda jonivorni qiynamasdan so'yadigan joyini bilish kerak. U suyagiga taqab olib pichoqni tortavergan bilan u makruh ish qilib qo'yadi. Aksincha. Shuning uchun yaxshi so'yishni biladigan odam so'ysa afzal bo'ladi. Qurbonlik qilayotgan odam hayvonning oyog'idan ushlab turishi kerakmi? Endi ushlab tursa ham ba'zi kitoblarda aytgan, qo'y oyog'idan ushlab tursin degan gaplar ham kelgan. Nabiy alayhisolatu vassalom ayollariga hozir bo'lib turinglar degan gaplari keladi. Bular endi afzaliyat masalalarida, ya'ni qurbonlikni o'tmasligi aloqasi yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam barcha ummatlarning nomlaridan qurbonlik qilganmilar? Nabiy alayhisolatu vassalomni o'zini ummatlariga juda ham xayrli ishlari ko'p bo'lgan. Nabiy alayhisolatu vassalom hajjatul vadoda butun vujudlari bilan ummatlariga Alloh taoloning rahmatini so'rab duo qilganlar. Ummatlarning gunohlarini rosa so'raganlar. Vafotlarida ham ummati deb vafot qilganlar. Bu faqat o'sha bitta jonliqni qo'yni so'yishlarini odamlar rivoyat qiladi-da. Ya'ni ikkita qo'y so'ydilar, bittasi o'zlaridan va oilalaridan, bittasi ummatlari nomidan degan so'zlarni rivoyat qilishadi. Bu bilan o'sha yil, o'sha payt, o'sha zamon uchun bu. Ya'ni
kelajak zamonlardan ham soqit bo'lib ketdi degan ma'noda emas. Ya'ni o'sha ibodatni qilish bilan ummatlarni gunohlarini mag'firat qilishini so'radilar-da Nabiy alayhisolatu vassalom. Bu degani inson zimmasidagi vojibni soqit qilishga dalolat qiladi degani emas.